Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda o'tgan darsimizda yuklab olgan shablonimizni qisqacha ko'rib o'tamiz. Ya'ni uning ichida asosiy nimalar bor, o'zi nimalardan tashkil topgan. Xo'p, shablonni yuklab olganimizdan keyin bizda chap tomonda dispetcher proyekti biz uchun muhim hisoblanadi hozir. Buni yopib olaman tushuntirish uchun. Hop, birinchi qismi video turibdi, ya'ni ko'rinishlarimiz, legendalarimiz bor. Bunga ham alohida to'xtalamiz. Vejimiz spetsifikatsiya bor. Bu ham juda ham bir muhim qism hisoblanadi. Listlarimiz bor, semeystvalarimiz bor, gruppalarimiz bor ekan. Hop, birinchi video qismiga o'tamiz. Video qismiga o'tib, mana bu галочкani tushirsak, bizda 4 xil turibdi, ya'ni по умолчанию, вспомогательные виды, задания, оформленные виды. Endi bularda qismi по умолчанию deb bosadigan bo'lsak, bu yerda bizni masalan Revit'da logikasi shunaqaki, bizda tizimlar bor. Masalan, K1, K2, V1, V2, V3, V4 ketaveradi shunaqa T3 ta to'rtlar bor. Ya'ni har birini alohidadan loyihalashimiz mumkin. Ya'ni har biri u alohida tizim hisoblanadi. Revit ham ularda har birini alohida tizim deb tushunadi. Bu по умолчанию vidimizda bizda hamma turbalarimiz, ya'ni hamma tizimlarimiz umumiy ko'rinishi bittada ko'rinadi. Ya'ni biz bu yerda filtrsiz ravishda hamma tizimimizni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerda plan etajida bu koordinatsiya. Eng muhimlaridan biri koordinatsiya nima o'zi bu? Hozir umumiy fikr berib o'tib ketaman. Keyingi darslarimizda biz Revit faylini olib kirish, koordinatsiya fayllarimizni olib kirish, ularni bog'lash, ular ustida amaliyotda bajarishni ko'rib o'tamiz. Koordinatsiya qismi qisqacha qilib aytganda, masalan, tasavvur qilaylik, bizda arxitektor loyihachimiz bor. U AR qismini qiladi, konstruktor loyihachimiz bor, u KR qismini qiladi. Biz u suv ta'minotini qilishimiz uchun bizga nima kerak? Bizga plan kerak. Bizga nima kerak? Bizga konstruktiv elementlar kerak, ya'ni kolonnalar, boshqa qismlar kerak bo'ladi. Shularni har bittasini bitta joyda yig'ib olishimiz uchun, ya'ni ularning umumiy ko'rinishini ko'rishimiz uchun bizga koordinatsiya qismi juda ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni shu koordinatsiya qismida biz yuklaymiz. Birinchi shu koordinatsiya qismida o'zimizga kerakli bo'lgan narsalar, ya'ni oslarni olishimiz mumkin masalan, yoki sanchaq pribорlarni olishimiz mumkin va bir qancha boshqa amallarni bajarishimiz mumkin. 3D vidda bu 3D vidda, ya'ni hozir bizda hech nima yo'q. 3D vidda umumiy ko'rinishi bo'ladi. Fasadi bu ya'ni o'z nomi bilan fasadlar. Ya'ni восточный, западный, северный, южный fasadlarda ko'rishimiz mumkin. Eksport qismida bu yerda Navisworksga eksport qilib, bu ham 3D vid hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin. Kubda aylantirib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham bizda hech qanaqa model yo'q, shuning uchun oq oyna turibdi. Bunga e'tibor beringlar. Endi haqiqiy mana boshlanyapti. Bu вспомогательные виды, ya'ni yordamchi vidlar. Ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda сводный bor, водопровод, kanalizatsiya, пожаротушение, пространство. Сводныйda nima bo'ladi? Сводный degani, ya'ni bu umumiy. Bu joyda ham bizda hech qanaqa plan yo'q. Shunga umumiy vidlarimiz aynan shu joyda bo'ladi. Ya'ni bitta plan, masalan, bizda faqat bir etajli yoki ko'p qavatli bo'ladigan bo'lsa, har bir etajimizning bu joyda planlari bo'ladi. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etaj. Shulardagi umumiy hamma kanalizatsiya ham, suv ham, issiq suv ham, hamma sistemalarimiz umumiy ko'rinishda bo'ladi. Vodoprovodda bu vodoprovod deb turibdi, o'z nomi bilan ko'rishimiz mumkin. Bu suv, ya'ni bu yerda kanalizatsiya ko'rinmaydi. Bu yerda пожаротушение ko'rinmaydi. Bu yerda faqat vodoprovod, ya'ni suv bilan suv sistemasiga aloqador tizimlarimiz ko'rinadi. Ya'ni V1, V2, V3, V4 bunaqa ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, vodoprovod GVS bor, bu yerda o'z nomi bilan faqat issiq suv, ya'ni горячее водоснабжениеga oid bo'lgan sistemalarimiz ko'rinadi. HVS da bo'lsa холодное водоснабжение. Bu yerda faqat sovuq suvga oid bo'lgan elementlar ko'rinadi. Vodoprovodda bo'lsa, mana bu yerda e'tibor berishlaring lozim. Vodoprovod bor, vodoprovod GVS, vodoprovod HVS turibdi. Vodoprovodda umumiy ko'rinadi, ya'ni issiq suv ham, sovuq suv turbalari ham ko'rinadi. Kanalizatsiyada bu yerda o'sha o'z nomi bilan aytib turibdi, faqat kanalizatsiya uchun taalluqli bo'lgan tizimlar K1, K2, K3, K4 ketaveradi. Shunaqa faqat kanalizatsiyaga oid bo'lgan tizimlar ko'rinadi. Пожаротушениеda bo'lsa, пожаротушениеga oid, ya'ni V2, V2.1 bor. Shularga oid bo'lgan tizimlar. Пространство qismi bo'lsa, bu haqda alohida gaplashamiz. Bu boshqa tema. Zadание. Mana shu joyi ham yaxshi. Zadание bizda nima bo'lishi mumkin? Biz arxitektor va konstruktor o'zini loyihasini bergandan keyin biz
u bergan bino uchun zadaniya beramiz. Ya'ni qanaqa zadaniya bo'lishi mumkin? Masalan, отверстие ochish, ya'ni biz trubalarimiz qayerdan o'tyapti, qaysi plitadan o'tyapti, qaysi joydan teshib o'tyapmiz. Ya'ni ular qurilish davomida o'zlarining loyihalarida ham o'sha yerda отверстие bor. Bu отверстие VK uchun, bu отверстие UV uchun deb belgilab ketadi loyihada. Shu uchun mana zadание отверстие bu yerda shu joyda отверстие uchun zadание beramiz. Zadание для электрика. Bu ham muhim hisoblanadi. Bu nima? Masalan, biz VKda nima qilishimiz mumkin? Nasos qo'yishimiz mumkin yoki elektrovodonagреватель qo'yamiz. Ularda ularga tok kerak. Ya'ni tok tortib kelish uchun elektrik bilish kerak, qayerda qanaqa оборудование turibdi. U ham biz bergan proyektni oladida, o'ziga koordinatsiyasiga kopировать qilib, u ham o'shanga tok tortishi mumkin. Ya'ni silovoy kabellarni tortadi. Endi оформленные виды bu. Оформленные виды nima bu? Оформление deyapti. Ya'ni o'zbekchasi nima bo'ladi? Nima bo'ladi o'zbekchasi? Ya'ni shu оформить qilish, ya'ni uni оформить qilishda, ya'ni vinskalarni qo'yib, GOST bo'yicha bu truba qayerda o'tgan, har xil tekstlarda yozishimiz mumkin, примечаниялар yozamiz. Shu joyda bo'ladi bu. Ya'ni оформить qilayotganda faqat shu vidlardan foydalanamiz. Bu yerda ham xuddi o'shunaqa bu вспомогательныйdagi bo'lgan singari водопровод bor, GVS, HVS bor. Ya'ni оформленияni biz aynan mana shu оформленный видida qilishimiz shart. Men juda ham ko'p guvohi bo'lganman. Shu reydda ancha paytdan beri ishlab kelayotgan insonlar ham сводныйda yoki вспомогательный видida оформить qilishadi. Buni men noto'g'ri deyolmayman, lekin bu shablonni logikasi bo'yicha bu noto'g'ri hisoblanadi. Sizdan keyin kimdir kelib bu loyihani ustida boshqa amal bajarmoqchi bo'lsa, u tushunmay qolishi mumkin. Ya'ni bu nimaga bu вспомогательный видida оформить qilgan yo nimaga bu сводныйda оформить qilgan. Ya'ni sizlar tushunib olishinglar xohlardim va hech qachon shu qoidani unutmanglar. Вспомогательный виды o'z nomi bilan yordamchi vidlar. Biz u joyda оформить qilmaymiz, u joyda faqat chizamiz biz. Biz hech qachon вспомогательный видida biz оформить qilmaymiz. Biz faqat оформленный видida loyihamizni dokumentatsiyasini qilamiz. Ya'ni o'sha vinskalarimizni qo'yamiz. Umumiy olganda loyihani tushunarliroq bo'lishi uchun podskazkalar berib, shu vinskalar berib to'g'rilaymiz. Hop. Legenda qismi nima? Legenda qismi bitta bizni tekst stillarimiz. Men hozir aytib qo'yay, legendani bosdim va mana shu yerda turgan 4 tasini xohlaganlarga mishkada 2 marta bossalar shuning ichiga kiradi. Birinchisi razmeri stili bor. Bitta razmerlar berishdagi stillarimiz bor ekan. Mana har xil stillarimiz. Ya'ni men aytganimdek, bular nastroyka qilib qo'yilgan. Buni ichida tayyor markani ham bular bu shu marka hisoblanadi Revitda. Ya'ni razmerni markasi bor, vinskani markasi bor. Ular tayyor yig'ib qo'yilgan. Mana bu yerda vinskani ko'rishimiz mumkin. Kechirasizlar? Shu vinskalar tayyor уже qilib qo'yilgan. Mana men shu vinskani bosib turib, mana bu tomonga o'tsak, mana свойствоsi shu tanlagan свойствоmi stili turibdi. Свойствоsi turibdi. Изменить tipga o'tib turib, mana uni xossalari bor. Men uni tekstning razmerini o'zgartirishim mumkin, отступini o'zgartirishim mumkin, порядок чтениясini yo shriftini o'zgartirishim mumkin. Bu yerda bular hammasi уже tayyor qilingan, biz uchun qilib qo'yilgan va bu uchun Bintube jamoasiga minnatdorchilik bildiramiz. Ya'ni bu razmerni stili bor ekan, simvoli Unicode bor. Bu yerda shu Unicode'larda simvollari keltirib o'tilgan. Endi sistema truboprovodi bor. Mana bu ham muhim hisoblanadi. Ya'ni уже biz bilamiz, bu yerda V1 da rangi qanaqa bo'lishi kerak, V4 da rangi qanaqa bo'lishi kerak, V4niki, V2, V21, V22, ya'ni уже bu tizimlar qilib qo'yilgan biz uchun oldindan tayyor hammasi. Biz ularga rang berib o'tirmaymiz. Ularda xossalari, ya'ni hali T3, T4 da ko'ramiz. Bularni gradusi berishimiz mumkin. Ya'ni sovuq suvda, issiq suvda harorati qanaqa o'zi, obratkasidagi harorat qanaqa, shularni ham ko'rib o'tamiz. Ya'ni bular biz uchun qilib qo'yilgan oldindan hammasi. Stili tekstda bor. Bu ham juda ham muhim hisoblanadi. Bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu boshqa narsa 6 xil stilimiz bor proyektni ishlatishimiz uchun. Ya'ni основной tekstga o'tadigan bo'lsak, nomi bilan berib qo'ygan 7. Ya'ni bu 7 millimetr ekan. Razmer tekst razmeri 7 millimetr ekan. Основной tekst bor, 5ligi bor, 3,5lik, 2,5lik, 2,5likda жирность, 2,5da kursivi bor. Bularni ham xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. Buni qanday o'zgartiramiz? Masalan, основной tekstda men xohlardim kursiv bo'lishini.
man adayskiy основной tekstni tanlayman. Man tanlaganimdan keyin свойства qismida уже shu aktiv holatga keladi. Изменить tipni bosib turib bossam, mana buni sveti bor, vesi bor liniyani, foni bor, granitsasi bo'lishi mumkin, смещенияsi bor, strelka Venus kelyapti, yo'q ekan, berilmagan. Chunki bu yerda tekst, shrift teksti. Shriftini o'zgartirishim mumkin. Masalan, xohlaganimda, masalan, Ghost Type A'mi. Ya'ni o'zim xohlaganimda o'zgartirishim mumkin. Razmerini o'zgartirishim mumkin, отступini o'zgartirishim mumkin, жирный qilishim mumkin. Kursiv. Mana жирный kursivni bosadigan bo'lsam, mana bu tomonga e'tibor berib primitivni bossam mana o'zgardi. Hozir yana e'tibor berishingizni xohlardim. Bu ham aynan shunga bog'langanligi uchun o'zgarib qoldi avtomatik tarzda. Ya'ni biz shuni o'zgartirsak legendada kirib turib, butun bir proyektimiz o'zgaradi. Men orqaga qaytarib qo'yaman. Ya'ni bu qismida biz tekstlarimizni boshqaramiz. Va eng muhim joylardan biri видимость, ya'ni spetsifikatsiyalar qismi. Kelinglar bitta-bitta ko'rib chiqamiz buni ham. Video qismiga o'tsak, видlarda spiskasi bu o'sha bizda aytgandek, используется для управления видами, включая стадию, масштаб, название видов, номер листа va boshqalar. Shular keltirib o'tilgan. Zadaniyada bu отверстие и ниши. Bu yerda отверстиyalarimiz beriladi. Nishalar beriladi. Yana отверстиyalar оформление O turibdi, O. Biz оформление bu listga qo'yilishi uchun. Listga qo'yishni ham ko'rib chiqamiz hozir. Общие данные. Bu ham muhim joylardan biri. Mana kattaroq ochaman ko'rishinglar uchun. Birinchisi видимость документов основного комплекта рабочих чертежей deyapti. O'tadigan bo'lsak, bu yerda shu tablitsamiz bor ekan. Видимость основных комплектов рабочих чертежей bor. Видимость рабочих чертежей основного комплекта. Ya'ni biz aynan shu loyihamizda ishlatayotgan listlarimiz bu ham avtomatik ishlaydi. Men hozir agar men list qismiga o'taman, hozir darsdan chiqib ketib qolaman tushunishinglar uchun. Mana VK qismidagi listdan kopировать list, kopировать только listni bosib qo'yadigan bo'lsam, mana list qo'shildi. Mana общий данный bas. Masalan, buni nima desam bo'ladi? Masalan, общий данный qo'yadigan bo'lsam, endi o'zimizning видимость рабочих чертежейga o'tsam, qo'shildi u list. Ya'ni bu avtomatik tarzda ishlaydi. Bu ham juda ham katta plyus hisoblanadi. Bu listlaringiz qancha ko'paygan sari bu sizga faqat qulaylik olib keladi. Видимость spetsifikatsiya. Spetsifikatsiyalarimizni видимость, ya'ni bizda har xil spetsifikatsiya bo'lishi mumkin. Birinchi etaj, ikkinchi etaj uchun spetsifikatsiya alohida beradigan bo'lsak, shu bitdan foydalansak bo'ladi. Видимость ссылочных и прилагаемых документов. Bu deyarli 99% proyektlarda bor. Qaysi видимость, qaysi normativlarga tayangan holda siz loyihani ishlab chiqqaningizni keltirasiz. Masalan, VKni normasini kiritishimiz mumkin va boshqa kanalizatsiya normasini kiritishimiz mumkin va bir qancha boshqa batda nafaqat normalar, masalan, spravishniklarga kiritishimiz mumkin. Qaysi adabiyotlardan foydalanganimiz haqida va spetsifikatsiyalarimiz bor. Batda spetsifikatsiyalarimiz nechta listdaligini keltirib o'tishimiz mumkin. Ya'ni прилагаемый dokumentlarni ham berib o'tsak bo'ladi. Ya'ni taklif qilinadigan dokumentlar. Endi bu yerda yana bitta tablitsamiz bor. Данные по производственному водопотреблению и водоотведению. Ya'ni har xil наименование потребителя, ya'ni потребительga qarab turib количество потребителей deb yozishimiz mumkin. Ya'ni foydalanuvchilar sonini yozishimiz mumkin. Qancha suv olyapti, sutkasiga, soatiga, sekundiga qancha suv olyapti, shular haqida yozishimiz mumkin. Основные показатели водоснабжения и канализации. Bu ham asosiy tablitsalarimizdan biri hisoblanadi. Bu avtomatik tarzda to'ldirilmaydi. Buni qo'lda yozish qiladi. Ya'ni V1 ga qancha ketyapti, bizga suv kirishidagi kerakli bo'lgan qanaqa necha megapaskal bosim bo'lishi kerak, shularni kiritib, biz sarflarimizni yozib, tablitsani to'ldirib, buni общий данныйga qo'yamiz. Tablitsa registratsiya изменений. Bu loyihada o'zgartirishlar bo'lganda ishlatiladi, lekin buni juda ko'pchilik manimcha ishlatmasa kerak, lekin bu ham kerakli tablitsa hisoblanadi. Ya'ni ekspertizadan keyin изменение bo'lishi mumkin yoki zaказчикda, ya'ni bizga buyurtmachini takliflariga binoan o'zgartirishlar kiritilsa, shu tablitsaga kiritib o'tishimiz mumkin yoki annullированный listlar, ya'ni qaysi listlarimizga kerak emas yoki qaysi nimalar qo'shildi shu haqida tablitsalar, bu shular haqidagi tablitsa hisoblanadi bu.
bizda общий qismi tugadi. Помещение qismiga o'tamiz. Помещение qismida bu ya'ni o'z nomi bilan aytib turibdi, eksplikatsiya помещений, ya'ni xonalarni eksplikatsiyasi, xonalarni tasnifi va bu narsa VK proyektida biz to'ldirmaymiz buni. Chunki sabab bizda arxitekturniy proyektdan o'sha arxitektorlarimiz Revitda ishlaganligi sababli ular уже oldindan kiritib qo'yilgan. Biz shunchaki shu eksplikatsiyalarni ko'chirib olamiz va listlarimizga qo'yamiz. Ya'ni man связь qilganimda bu joy avtomatik to'lib qoladi. Buni ham keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Proverka modeli haqida to'xtalib o'tmayman. Пространство ham xuddi shunaqa eksplikatsiya помещению, buni logikasi biroz boshqacharoq. Va bu haqda пространство haqida VK kursimizda emas, xudo xohlasa OV kursimiz boshlanganda OV kursimizda ko'proq to'xtalamiz shu пространствоga. Ya'ni biz ko'proq OVda пространство bilan ishlaymiz. Ya'ni ochiqlikda пространство degani nima degani, masalan, ochiqlik. Masalan, xonani объёми bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'sha объёмlar bilan ishlash uchun пространствоdan ko'proq foydalanamiz. Keyin сводная degani bor. Bu сводная bitta umumiy ishlatilgan materiallarda umumiy hammasi bitta yoziladi. Sortirovka. Buni ham biz deyarli kursimiz davomida ishlatmaymiz. Biz juda ham ko'p ishlatadigan qismlardan biri bu трубопроводы. Трубопроводы qismida ko'rib o'tishimiz mumkin. OVK armatura трубопроводов degani bor ekan. OVK armatura трубопроводов nima bu? Biz ishlatgan armaturalarimizni soni, ya'ni armatura deganda oddiy armatura emas, ya'ni armatura трубопроводов degani bu zadvishkalar bo'lishi mumkin. Ya'ni suvda kelayotgan potokni yopib qo'yish, uni boshqarishga mo'ljallangan obyektlar, qurilmalar. Ya'ni bu zadvishka bo'lishi mumkin. Шаровый кран, фланецовый шаровый кран, межфланцевый zatorlar bo'lishi mumkin. Balansirovочный klapanlar, регулирующий klapanlar. Shularning ro'yxati aynan shu joyda paydo bo'ladi. Gibkiy truba nima? Bu gibkiy truba, bu nomidan kelib turibdi. Gibkiy, ya'ni gibkiy trubalar. Bu unitazda bog'layotganda yoki umumanlikda bog'layotganda gibkiy trubalarimiz bo'ladi. O'zi gibkiy trubalar bilan ishlaymiz. Shu gibkiy trubalar spetsifikatsiyasi shu yerda ko'rinadi. Izolyatsiya трубопровод, bu o'z nomi bilan aytib turibdi. Izolyatsiya, ya'ni trubani izolyatsiya qilinayotganda izolyatsiyalarga ketgan sarflarda qancha izolyatsiya трубопровод ishlatdik, ya'ni qanaqa turdagi izolyatsiya ishlatdik, qancha miqdorda ishlatdik, shular haqida yozib o'tilgan. Оборудование. Оборудование bu uskunalar. Uskunalar ro'yxati bo'ladi bu yerda. Ороситель. Bu оросительlar, biz bu kursimizda оросительlarni ko'rmaymiz. Ороситель degani bu sepuvchi qurilmalar, ya'ni splinker bo'lishi mumkin yoki drencherlarimiz yoki sug'orish uchun mo'ljallangan drencher оросительlarimiz. Shularning ro'yxati bo'ladi. Santexnichеские приборlar. Bu santexnichеские приборlarda unitazlarimiz, umumanliklarimiz va bir qancha boshqa turdagi santexnik приборlar ro'yxati keltirib o'tilgan. Соединительные детали трубопроводов, ya'ni trubalarda bog'lovchi elementlari, отводlar, тройникlar, переходlar hammasi shu yerda, shu ro'yxat shunda bo'ladi. Va OVVK трубопроводы. Трубопроводida biz ishlatgan trubalarimiz ro'yxati. Jamiki shu loyihamizda ishlatgan trubalarimiz ro'yxati turadi. Biz buni VK, ya'ni suv uchun qancha truba ketgan, kanalizatsiya uchun qancha truba ketganini bo'lib olishimiz uchun bizda uni biz aynan shundan foydalanib, bunda umumiy bo'ladi. Biz o'zimizga kerakliklarini bo'lib olishimiz uchun biz shundan kopiya olib, filtrlab o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotni olamiz. Buni ham darslarimizda ko'rib o'tamiz. Keyingi qismi shtamp. Shtamplarda shtamp согласование bor ekan. E'tibor berishlarini o'rtardim. Спецификация для заполнения фамилий и должностных в боковых штампах согласования. Ya'ni shtamplarimizni to'ldirish uchun foydalanadigan narsa. Buni должность turibdi, familiya bor, ikkinchi должность, ikkinchi familiya, uchinchi должность. Bu nima bu? Bu mana bu yerdagi joy. Shartlarimizni to'ldirishimiz uchun mo'ljallangan. Shuning uchun mo'ljallangan. Buni ham kursimiz davomida ko'ramiz. Оформление qismining oxirida, ya'ni loyihani topshirish jarayonida to'ldiriladi bu qismi. Spetsifikatsiyalarimiz ham xuddi shunaqa tablitsasi bor. Ular uchun ham alohida qilingan shunaqa. Bu yerga ham xuddi shu должностьlar yoziladi. Shtamp заполнение данных. Bu yerda ham shu to'ldirish uchun mo'ljallangan. E'tibor berishingizni xohlardim. Shtamp согласование deyapti. Bu согласование uchun listlarimizda
qilinadi. Shtam заполнение данныхda biz asosiy ishlarni shu yerda qilamiz. Buni ham kursimiz davomida ko'ramiz. Listlar ketdi. Listlarimizga listlar qismi boshlandi. Listlar qismida начальный videomiz bor. O'sha aytganimdek, bu yerda ham o'zgartirishlar kiritishni ko'rib o'tamiz. Xudo xolasa kursimiz davomida. Bu ya'ni loyihani ochish bilan birinchi bo'lib ochiladigan joy shu. Ya'ni Revit proyektda kimdir ochsa, birinchi bo'lib shu vid ochiladi. Informatsiya o proyekti bu. Ya'ni proyekt haqida informatsiya. Nomer proyektda, stadiyasi qanaqa, proyektni nomi qanaqa, zdaniyani nomi qanaqa, adres qayerda va shunga proyektga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar ro'yxati. Buni ham o'zgartirib, o'zlariga moslab olishinglar mumkin. VKda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bu o'zgaruvchan hisoblanadi. Mana ya'ni общий данный list birinchi listimizga o'tadigan bo'lsak, listimizning formati bor. Bu ghostovskiy hisoblanadi. Ya'ni tayyor qilib qo'yilgan. Bu VK qayerdan keldi? Mana ko'ryapsizlarmi? VK mana bu yerdan olinadi. Masalan, mana shunga kirib turib bitta bir marta ezdim. Mana o'zi tugmaga o'xshab belgilanishga tayyor bo'lib turibdi. Men bitta ezadigan bo'lsam, mana ochildi mana bu yangi oyna. Shu VKni men masalan VK 2026 deydigan bo'lsam, okey bo'lsam, mana bu yaratilib qoldi. Mana VK 2026. Ichiga kiraman. VK 2026 yozildi. Ya'ni bu yerga biz yilini yozishimiz mumkin yoki shartnoma raqamini yoziladi asosan. Shu joy uchun mo'ljallangan. Наименование proyekti bor. Наименование proyektida proyektning nomini berish mumkin. Masalan, administrativniy korpus bo'lishi mumkin. Har xil. Наименование здания, bu zdaniyaning nomi, list nomi, stadiyasi qanaqa, RP bo'lishi mumkin masalan yoki EP bo'lishi mumkin, yo R yo P bo'lishi mumkin. Shunaqa listov qismida yoqib qo'yish uchun bu yerda belgilab qo'yish kerak. Doska количество listov degan joy bo'lishi kerak. Количество listov yozsam, mana bu yerda so'roqcha paydo bo'lib qoldi. Mana shu kirib turib, listlar bu avtomatik o'zgarish balkim o'zgartirsa bo'lar, lekin men bilmayman uni qanaqa qilishni, ruchnoy qilaman. Masalan, 20 ta bo'ladigan bo'lsa, 20 ta bu qo'lda kiritiladi. Shularda yozish uchun mo'ljallangan. Bu yerda ko'rdik, bu yerga nimalar yozilishini. Xo'p, keyingi qismi VKS. VKSda bu spetsifikatsiya uchun listimiz mana tayyor qilib qo'yilgan. Mana bu DVT grafika ham tayyor turibdi. Bu shunchaki olib chatga qo'ysak, avtomatik tarzda tushaveradi. Bular to'ldirilgan. Naimeniya proyektlarni o'zgartirsangiz, siz butun proyektda o'zgaradi hamma listlarda. Zdaniyaga ham xuddi shunaqa o'zgaruvchan. Listovlarni ko'rdik. Qolgan joyini ikkinchi listimiz bo'lsa, ikkinchi listimiz bu boshqacha ghostda qilingan. Keyingi listamiz aynan shunaqa bo'lishi kerak. Biz yana xuddi shunaqa yaratish uchun kopirovать qilsak ham bo'laveradi. Faqat nomini o'zgartirib qo'yamiz listimizni. Ya'ni ketaveradi shunaqa. Изменения. Bu изменениyalarimizni kiritib borish uchun yaratilgan list. Второй list изменений bor. Ya'ni ikkinchi listimiz o'zgaruv, ikkinchi listimiz изменениyalar ro'yxati va semestvalar qismi. Semestvalar qismi bu yerda biz ishlatilgan barcha semestrlarimiz ro'yxati bo'ladi. Bu yerda annotatsiya обозначение buni ko'rib o'tishimiz mumkin. Shuncha semestva bor. Ya'ni qilib qo'yilgan, shablonda qilib qo'yilgan tayyor. Shunchaki olib ishlatishimiz kerak bo'ldi. Bular uchun alohida to'xtalmayman. Shunchaki nomini o'qib chiqing. Воздуховоды. Воздуховодlar shu yerda turadi. Gameplanga oid bo'lgan semestrlar shu yerda. Gibkiy воздуховодlar, masalan, ограждениялар va har xil turdagi semestrlar shu yerda to'planadi. Gruppalarimiz, ya'ni uzillarimiz bo'lishi mumkin yoki modellarimiz, gruppalar. Bular haqida ham bularga ham kursimiz davomida to'xtalamiz. Связанный fayli Revit turibdi. Bu o'sha men aytganimdek, boshqa loyihachilar qilgan proyektlarni biz o'zimizga svязь qilib ishlayotganimizda ro'yxat shu yerda turadi. Hozir bu bo'sh turibdi, sabab men hech qanaqa svязь qilmaganman. Xo'p, keyingi darsimizda biz o'zimizga moslab olamiz. Aynan shu shablonda o'zimizga moslashni ko'rib o'tamiz yoki men tayyor shablonda moslayman. Sizlar shunchaki o'sha kanalimizga joylanadi o'sha shablon, shu shablondan ko'chirib foydalansalaring bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'linglar. Guruhimiz bor, guruhimizda savol-javoblar qilamiz. Har xil turdagi materiallarni ulashamiz, bir-birimiz bilan bilim almashamiz. O'tib a'zo bo'lib qolishlarini iltimos qilaman.
Xo'p, kanalga ham a'zo bo'linglar, layk qo'yinglar. Kimda qanaqa savol bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat e'tiboringlar uchun. Sog' bo'linglar.